بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم قيامت alomatlarida davom etyapmiz. Bu suhbatlarni qilishdan maqsad qiyomatning alomatlarini bildirishdan maqsad birinchisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan mana shu narsa bo'ladi degan narsa bo'layotgani va u kishining payg'ambarliklarini haq ekaniga dalolat qilishini bildirish. Bu birinchi maqsad. Biz buni qiyomatning alomatlari haqida bir narsaga ega bo'lsak ham, eshitsak ham, eshitmasak ham albatta Allohga va uning rasuliga ishonamiz, iymon keltirganmiz, hech qanday shubha qilmaymiz. Lekin buni aytib o'tishlik bilan mu'minning iymoni yanada mustahkamlashadi, kuchayadi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan so'zlar birma-bir bo'lib kelayotganini bilgan mu'min yanada iymoni kuchayadi. Bu birinchi tarafi bo'lsa, ikkinchi tarafi inson qiyomat yaqin kelayotganini bilgan inson qiyomatga, o'limga tayyorgarlik ko'radi. Dunyoga ruju qo'ymaydi. Dunyoga ortiqcha muhabbat bermaydi. Dunyodan keragini oladi, ortiqchasiga orzu havas qilmaydi. Chunki dunyo juda ham qisqa bir muddat, bir pasda o'tib ketadi. Sa'atan min nahar Qur'onda keladi. Ya'ni qiyomat kuni insonlar bir-biri bilan gaplashadi, bir-biridan biz u dunyoda qancha bo'ldik deb so'raganlarida kunduzidan 1 soat bo'ldik deydi. Inson butun umrini 1 soatga teng qilyapti qiyomat kunida. Balki u bugungi zamonimizda bo'lsa 80-90 yil yashagandir. Bizni bugungi zamonimizda odamlar 100 ga yaqin 90 dan o'tgan odamlar bor. Oldingi zamonlarda 300-400 yillab yashagan. Undan oldingilar undan ham ko'p yashagan. Lekin bizni ummat 100 dan o'tadigani juda ham kam. Shuning uchun agar 100 yil yashasa ham, hatto o'sha kunduzidan 1 soat bo'ldik degan so'z butun insoniyatga tegishli. 300 yil, 400 yil yashaganlar ham shuni aytadi. 1000 yil yashaganlar ham, Odam alayhisalomning zamonida, Nuh alayhisalomning zamonida odamlar 900 yil, 1000 yil umr ko'rgan. Ular ham shu oyatni nimasiga kiradi va ular ham qiyomat kuni so'ralganda dunyoda qancha bo'ldik deb so'raganda kunduzidan 1 soat deydi. 100 yil yashagan ham 1 soat desa, 1000 yil yashagan ham qiyomat kuni u dunyoda biz 1 soat yashadik desa, bu dunyoning nima qiymati bor? Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilar, agar dunyo zahab bo'lib, zahabdan ya'ni oltindan bo'lib, oxirat xasafdan bo'lsa, ya'ni eng arzon narsadan bo'lsa, eng arzon narsadan bo'lgan oxiratni aqlli kishi tanlaydi. Tillodan, oltindan bo'lgan dunyoni tanlamaydi deydi. Nima uchun? O'zlari aytadilar Ibn al-Qayyim rahimahulloh, chunki dunyo agar oltindan bo'lgan bo'lsa ham vaqtinchalik, oxirat eng arzon narsadan bo'lgan taqdirda ham u abadiy. Shuning uchun oltindan bo'lgan dunyoni tark qiladida eng arzon narsadan bo'lgan oxiratni tanlaydi aqlli kishi dedilar. Lekin aslida unday emas. Oxirat oltindan bo'lgan narsadan, dunyo esa eng arzon, arzimas narsadan iborat. Eng arzon, arzimagan narsadan iborat bo'lgan vaqtinchalik dunyoni abadiy va eng qimmatbaho narsadan bo'lgan oltindan ham qimmat bo'lgan abadiy oxiratni kim tark qiladi? Dunyo sabablik. Bu hadislarni bilgan inson, eshitgan inson, tushungan inson o'ylanadi, iymoni kuchayadi,
oxiratni eslaydi va dunyodan ko'ra ko'proq oxiratiga e'tibor berib boshlaydi. Yana qiyomatning alomatlaridan taqarubuz zamon, zamonni yaqinlashishi, kunlarni tez o'tishi. Taqarub deganda yaqinlashish yo tez o'tish ma'nosida ham keladi va bu bir-biriga tenglashish, bir xilda bo'lib qolish degan ma'noda. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La taqumus sa'atu hatta yataqarabuz zaman." Imom Buxoriy rivoyat qilganlar bu hadisni Kitabul Fitan, fitnalar kitobida. Qiyomat qoim bo'lmaydi to zamon yaqinlashmaguncha. Zamon bir-biriga yaqinlashib, ya'ni tez o'tadigan bo'lmaguncha. Va yana Imom Ahmad va Imom Tirmiziy rahimahumulloh taxrij qilgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi bu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman, fatakuna as-sanatu kash-shahr, wa yakuna ash-shahru kal-jum'a, wa takunu al-jum'atu kal-yawm, wa yakunu al-yawmu kas-sa'ah, wa takunu as-sa'atu ka-ihtiraqi as-sa'fa." Aytadilar sallallohu alayhi va sallam, qiyomat qoim bo'lmaydi toki zamon yaqinlashmagunicha. Ya'ni tez vaqtni tez o'tishi bu yerda maqsad qilinyapti. Hatto bir yil bir oyga o'xshab o'tadi. Bir yil bir oyga o'xshab qoladi. Bir oy esa bir haftaga o'xshab qoladi. Bir hafta bir kunga o'xshab qoladi va bir kun esa bir soatga o'xshab qoladi. Va bir soat esa xurmoning shoxchasi yonib tugagancha tez o'tib ketadigan bo'ladi. Xurmoni shoxchasini bunday sindirib olib, yoqsangiz bir pasda yonadi u, yonib tugaydi. Mana shunday bo'lmaguncha qiyomat qoim bo'lmaydi dedilar. Dar haqiqat zamon bugun tez o'tyapti. Oldingi vaqtlarda Ramazon bilan Ramazonning orasida uzun vaqt bo'lar edi. Bir yil yetarlicha uzun bir vaqt edi. Bugun Ramazon tez kelib qolyapti. 2-3 oydan keyin qaytib kelayotganga o'xshaydi. Ramazondan chiqdik, Ramazonning o'zi juda ham tez o'tib ketyapti. Bir haftaga o'xshab qoldi. Bir vaqtlar hafta bilan sanar edik. Bir hafta o'tdi, ikkinchi hafta o'tdi. Ondan keyin bir oy o'tdi, ikkinchi oy o'tdi deydigan bo'ldi. Bugun fasl bilan hisoblaydigan bo'lib qoldi ko'pchilik. Yoz kelib qoldi, kuz kelib qoldi, qish keldi, o'tib ketdi degan fasl bilan hisob-kitob qiladiganlar bo'lib qoldi. Nima uchun? Chunki zamon tez o'tyapti. Bu qiyomatning alomatlaridan. Bu hadisda ochiq aytdilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yataqarabuz zaman degan so'zni, zamonni yaqinlashishi bir-biriga. Buni bir sana bir oy kabi bo'ladi deb, ya'ni zamonni qisqarishi, vaqtlarni tez o'tishi. Buni tushuniladi bu hadisdan. Chunki ochiq aytdilar. Ulamolar taqarubuz zamonni yaqinlashishi, ya'ni tez o'tishini haqida bir necha fikrlar bildirganlar. Ba'zilar aytganlar, zamonda baraka qolmaydi. Baraka ozayib ketadi. Ibn Hajar rahimahulloh aytadilar, bizni zamonimizda baraka qolmadi. Ozaydi, ya'ni baraka ozaydi. Bizdan oldingi asrlarda bunday bo'lmagan. Odamlar vaqtni tez o'tayotgani, vaqtda baraka yo'q ekanidan shikoyat qilmagan. Lekin bizni zamonimizda vaqt juda ham tez o'tayotgandek, zamonda vaqtda baraka qolmagandek ko'rinadi deganlar. Ba'zi olimlar aytganlar, zamonni tez o'tishi Imom Mahdi bilan Iso alayhissalomning zamonida bo'ladi deganlar. Aslida u vaqtda zamon tez o'tmaydi, lekin odamlarning ko'zida shunday ko'rinadi. Nima uchun? Chunki u vaqtda haqiqiy adolatlik, haqiqiy iymonlik hayot bo'ladi. Iymon bilan to'lib toshgan
odamlar faqatgina oxirati uchun yashaydigan, Alloh taolo yer yuziga barakasini to'kkan zamonlar bo'ladi. Unday zamonda vaqt tez o'tganga o'xshab ko'rinadi degan ba'zi olimlar. Yana boshqa olimlar aytganlar, taqorubuz zamon deganda vaqtni tez o'tishi, dunyo ochilib ketadi. Har xil yangidan yangi narsalar ixtiro qilinadi. Bugungi kunga o'xshagan internet bo'lsin, telefon bo'lsin va boshqa bir insonlarni band qiladigan va o'ziga jalb qiladigan yangi ixtiro qilingan narsalar odamlarni mashg'ul qilib qo'yib, vaqtni tez o'tganini bilmay qoladi va vaqtlarida baraka qolmaydi deganlar ba'zilar. Va yana boshqa olimlar aytganlar, taqorubuz zamon deganda vaqtni tez o'tishidan murod haqiqatdan ham tez o'tishi maqsad qilingan deganlar. Chunki hadisda ochiq aytilgan, bir sana bir oy kabi bo'ladi, bir oy bir hafta kabi, bir hafta bir kun kabi deb, bir kun bir soat kabi bo'ladi deganlar. Ya'ni bu ochiqchasiga vaqtni tez o'tishini bildiradi. Yana olimlar aytganlar, zamonni qisqarishi, vaqtni tez o'tishi hissiy bo'ladi va ma'naviy bo'ladi. Hissiy bo'lishi zamonni haqiqatdan ham voqelikda tez o'tishi. Yuqoridagi hadisga o'xshagan bir yilni bir oyga o'xshab qolishi, bir oyni bir haftaga, bir haftani bir kunga o'xshab qolishi. Ma'naviy qisqarishi, u masalan ba'zi odamlar aytadilar, oldingi masalan bir kunda qilgan ishimizni bugun bir kunda qilishga ulgura olmayapmiz deydilar. Bir kunda oldingilar qilgan yoyinki 10 yil, 20 yil, 30 yil, 50 yil oldin o'zlari bir kunda qilib ulgurgan ishni bugun ulgura olmayotganlarni shikoyat qiladilar. Bu ma'naviy deydi olimlar, chunki uni bir boshqa sabablari bo'lishi mumkin. Iymoni zaiflashishi, insonni o'zini yoshini katta bo'lib qarib qolishi, yoki boshqa qandaydir narsalar bilan mashg'ul bo'lib qolishi, zaiflashishi, susayishi, boshqa narsalar bilan bog'liq ekanligini aytganlar. Iymonni zaiflashishiga urg'u berganlarning sababi, buning ma'naviy ma'nosini aytganda, iymonni zaiflashgani sabablik vaqtda baraka bo'lmasligi mumkin deganlar ba'zi olimlar. Nimaga? Chunki iymonda katta bir baraka bor. Alloh taolo iymon kuchaygan sari, bir qavmda iymon kuchaysa, u qavmni vaqtiga ham, amallariga ham Alloh taolo baraka beradi. Ularni vaqtiga ham, ular qilgan amallarga ham, ular o'zlaridan keyin qoldirgan narsalarga ham Alloh taolo baraka beradi. Va A'rof surasidagi oyatni dalil qilib keltiradilar. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Agar ahli qishloqlar, ahli shaharlar, ya'ni yer yuzidagi qishloqlar va shaharlardagi ahllar iymon keltirganlarida edi va taqvo qilganlarida biz ularga osmondan ham, yerdan ham barakalarni ochgan bo'lardik. Lafatahna alayhim barakatin. Barakalarni deyapti Alloh taolo. Baraka umrda ham baraka, rizqda ham baraka, amalda ham baraka, hamma narsada Alloh taolo barakani ochgan bo'lar edi. Yana qiyomatning alomatlaridan taqarubul aswaq, bozorlarning yaqinlashishi. Bozorlarning yaqinlashishi Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La taqumus sa'atu hatta tazharul fitan va yakthurul kadhib va tataqarabul aswaq." Aytadilar sallallohu alayhi va sallam, qiyomat qoim bo'lmaydi toki fitnalar zohir bo'lmaguncha va yolg'on ko'paymagunicha
va bozorlar yaqinlashmagunicha. Bozor ko'payib ketadi. Odam ko'paygandan keyin bozor ko'payadi. Buni ba'zi olimlar aytgan, Shayx Hammud Tuvayjri ham shu so'zni aytganlar. Bozorlarni yaqinlashishi bugun dunyoning rivojlanishi sababli. Tez yetib borish, masalan, uchoqlar chiqdi, sayyora, mana arabalar chiqdi, mashinalar. Va shunga o'xshagan bozorga molni tashiydigan trenlar chiqdi, poyezdlar. Suvdan olib o'tadigan kemalar chiqdi. Oldin masalan bir joydan ikkinchi joyga, bozorga bir molni olib borishga 2 oy, 3 oylab vaqt o'tadigan bo'lsa, endi 1 hafta, 2 haftada yetib boradi. Dunyoning narigi chekkasiga ham 2 haftada yetib boradi. Mana shu ma'noda deyishgan. Hatto internetdan ham sotib oladigan zamon bo'ldi. Dunyoni bu tarafdagi bir inson boshqa tarafdagi bir eng uzoq bo'lgan davlatdan internet orqali bir narsani bemalol gaplashib, ko'rishib, pulini to'lab sotib olishi mumkin. Bu bozorning yaqinlashishiga bir nima va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan so'zlari mana bir hayotda sodir bo'lib kelyapti. Shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astag'firuka va atubu ilayk.